Navbatdagi savolimiz ikkinchi variant 12 savol. Quyida berilgan ma'lumotlarning nechtasi o'qra o'simligiga tegishli? Hop, barglarning oldida qarama-qarshi joylashgan. O'qray demak biz bilamiz, o'qray o'simligi demak burchoqlar oilasiga mansub. Barglarning oldida qarama-qarshi emas, ketma-ket joylashgan bo'ladi. Mana bu xato. Bir xato. Ular hasharotlar yordamida cheklanadi. Ular hasharotlar yordamida cheklanadi. Bu aytilmagan. Hasharotlar yordamida cheklanadi deb aytilmagan, shuning uchun chiqib ketadi. Mevasi ko'sak yo'q, mevasi dukkak, ucham chiqib ketadi. Gullar to'g'ri, yo'q qiyshiq. 4 ham chiqib ketadi. Ko'kko'sacha barglari qo'shilgan. Ko'kko'sacha barglari qo'shilgan, bu to'g'ri. 5 ni olamiz. 5. Changchilar gulto'sh barglarini qo'shilishdan hosil bo'lgan nayda joylashgan. Yo'q, 6 ham chiqib ketadi. It uzundo'sh oilasiga mansub. Bitta 5 qo'yildi. Bitta degan javob bormi? Yo'q. Bitta degan javob yo'q. Demak, mana bu 2 ni olishimiz kerak ekan. Gullar hasharotlar yordamida cheklanadi degan to'g'ri ekan. Aytilmaganda shuning uchun olmadik. Shuning uchun 2 ni olar ekanmiz. Demak, 2 bilan 5 ekan. To'g'ri javob A.